Assalomu alaykum. Kuchli rahbar bilan oddiy boshliqning farqi nimada? Nima uchun ayrim insonlarning ortidan butun boshli insonlar ergashadi, boshqalardan esa shunchaki qo'rqishadi? Anglaganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz siz lidermisiz? Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi dotsenti, psixolog Dilafruz Shaniyazova bilan liderlik sirlari, inson psixologiyasi haqida ochiqchasiga suhbatlashamiz. U yosh bo'lsa-da, uni fikrlari yosh kattalardek og'ir bosiq vazminlik bilan, kamtarlik bilan o'zgarib borar ekan. Nega bizning o'sha voqeligimizda mana shunday bir noqulay vaziyatga duch keldik? Jahlga zo'r beramizda, natijada bizda stress alomatlari paydo bo'la boshlaydi. Hayotda murakkab, qiyin vaziyatlarga duch kelganingizda shaxsan o'zingiz uchun qanday psixologik usul bilan qayta o'zingizni yuklaysiz? Birinchi o'rinda sog'lig'ini qo'yish kerak. To'xta, mana shu qilayotgan ishim, mana shu gapirayotgan gapim, o'zimni o'zim qiynashim sog'lig'imga xalaqit beradi. Agar kimnidir ko'zida men berayotgan ma'lumotlar yaxshi, zo'r natija berayotganligini, uni porlaganidan ko'rib tursam, mana shu menga yana ilhom kuch beradida, men yana ham o'zimdagi bor imkoniyatlarni, bor bilimlarni ularga berishga harakat qila boshlayman. Agar biz mana bu yuragimiz, ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, o'zimizdagi vijdon, sohamiz faoliyatidan kelib chiqadigan o'sha mas'uliyat bilan, chinakam yurak bilan uni o'zimiz oldin aytayotgan gapimizga ishonib, undan keyin amaliyotga qo'llashga harakat qilsak, bizdagi aql insonlarga yaxshilikka xizmat qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Dilafruz opa, keling birinchi o'zingizni tanishtirsangiz. Men Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazida pedagogika, psixologiya va ta'lim menejmenti kafedrasida dotsent lavozimida ishlayman va keladigan tinglovchilarimizga asosan pedagogika fanidan dars beraman. Dilafruz opa, savolni birdan muzyorar savollardan boshlasak. Nima deb o'ylaysiz? Tashkilotlarda haqiqiy liderlar kerakmi yoki buyruqni so'zsiz bajaradigan ijrochilar? Tashkilotda albatta har ikkalasi kerak bo'ladi. Bu albatta o'z o'rnida, o'z me'yorida bo'lsa, ba'zan buyruqlarga, talablarga bo'ysunuvchi xodimlar ham kerak. Va o'z o'rnida kerakli paytlarda, masalan aytaylik, eng qiyin vaziyatlarda, muammoli holatlarda bizga o'zini fikrini bemalol ayta oladigan, o'z g'oyalarini singdira oladigan va mana shu jamoaga ana shunday muammoli masalalarda yordam bera oladigan liderlarimiz ham zarur. Faqat biz uni o'rnini almashtirib qo'ymasak bo'ldi. Keraksiz joylarda ham xo'p bo'ladi deb so'zsiz bo'ysunaverish yoki keraksiz joylarda ham liderligini men deb ko'rsatish ham bu joiz emas. Shuning uchun har biri o'z o'rnida bo'lgani ma'qul. Ko'pchilik rahbarlardan jamoasi qo'rqadi, lekin lider sifatida hurmat qilishmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Oddiy boshliqdan kuchli liderning farqi nimada? Juda to'g'ri savol bo'ldi. Biz avvalambor mana shu ikkalasini farqini bilib olishimiz kerak. Shaxsning jamoaga ta'siri bu liderlik va rahbarlik bilan belgilanadi. Har ikkalasi aslida ikkita tushuncha. Agar qisqagina qilib aytadigan bo'lsak, rahbarlik bu jamoada rasmiy munosabatlarni, liderlar esa bu jamoada norasmiy munosabatlarni muvofiqlashtiradi. Agar bunga tizimli yondashadigan bo'lsak, keling ta'lim sohasi bilan bog'laylik. Aytaylik, ta'limda rahbar bor, maktab direktori, rahbar. U rasmiy shaxs. Ya'ni buyruq asosida bizga tayinlangan rahbar, lekin unga hamma bo'ysunishga majbur. Liderlarimiz esa
norasmiy. Bu jamoani ichidan o'zini chiroyli ijodiy fikrlari, o'zgacha qarashlari, tafakkur olami, tasavvur olamlari bilan boshqalardan ajralib turadigan jihatlari bilan u jamoada ajralib turadi. Va jamoa uni o'zi istab, eng asosiysi o'zi xohlab tan oladigan inson. Chunki liderlarimiz doim rasmiy munosabatlardan yiroqroq bo'lgan holatda jamoaning o'sha muammolariga, ularning dardu hasratlariga, ehtiyojlariga, talablariga o'zining jon fidoyiligi bilan, jon jahdi bilan qaraydigan inson va ularning mana shunday muammolariga to'g'ri yechim bera oladigan, eng asosiysi hech narsadan qo'rqmagan holatda eng oxirgi chiroyli qarorni, fikrni ayta oladigan inson bo'lishadi. Shuning uchun ham rahbarlikdan aslida liderlikning maqomi ancha ustunroq bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu narsada, ya'ni liderlik maqomida bu obro' e'tibor orqali erishiladigan eng yaxshi maqom. Rahbarlikdan ham eng yuqori maqom hisoblanadi. Shuning uchun biz mana shu ikkalasini farqiga borgan holatda, lekin rahbarlarimiz har doim bosh liderlikni o'zlarida ushlab turishlari lozim. Chunki u liderlik fazilatlarini o'zida aks ettirmas ekan, siz aytganingizdek, rahbarning aytganini qilmaslik holatlari, uning talablariga bo'ysunmaslik holatlari va rahbarning o'z-o'zidan obro'si tushib ketadigan holatlar yuzaga kela boshlaydi. Shuning uchun har bir rahbar avvalo bosh liderlikni o'z qo'liga olgan holatda va undan keyin o'zini atrofida mana shunday yordamchi liderlarni ko'paytirishi lozim va bundan qo'rqmasligi kerak. Odatda ko'rsatuvimiz davomida haqiqiy lider kim degan savolni berardik. Ammo bugun savolni ozgina o'zgartiramiz. Ya'niki lider tizim qurboniga aylanadimi yoki tizimni o'ziga moslashtirib oladimi? Aslida bilasizmi, haqiqiy lider hech narsadan qaytmaydi. U o'zini fikrlarini erkin, bemalol bayon eta oladi va o'zidagi jamiki ijodkorlik qaralarini hech kimga, hech narsaga qaramasdan namoyon eta oladigan inson aslida. Va liderlarni insonlar yaratmaydi. Liderni inson o'zi yaratadi. O'zidan o'zini lider qilib yaratadi demoqchiman. Shuning uchun bunday liderlarimiz o'zini yaratar ekan, o'zini qobiliyatlarini, o'zini imkoniyatlarini o'zi tasavvurida juda chiroyli aks ettira oladigan inson bo'lar ekan, demak bunday insonlarimiz hech qachon qiyinchilikdan, katta-katta muammolardan yoki dolzarb, yechimi qiyin bo'lgan masalalardan qochishmaydi. Aslida ular muammodan qochish emas, muammoni hal etish bilan shug'ullanishadi. Bu yo'lda uchraydigan har qanday qiyinchiliklar bormi, to'siqlar bormi, hammasini yengib o'tishga o'zida har doim kuch topa oladigan insonlar bo'lishadi. Dilafruz opa, siz tashkilot rahbarlariga liderlikdan dars berasiz. Ammo sizni darsingizdan chiqib, yana o'sha o'zlarini tashkilotlariga qaytganda o'sha eski qo'rquv va buyruqqa asoslangan boshqaruvga yana qaytib qolishmaydimi? Bizning tizimda ba'zi ayrim holatlar siz aytayotgan voqealarni vujudga keltiryapti. Chunki biz tinglovchilarimizga har doim eng asosiy kerakli ma'lumotlarni, kerakli bilimlarni, amaliyotni berishga harakat qilamiz-u, lekin nimagadir siz aytgan ayrim rahbarlarimiz o'zlarining faoliyatlariga qaytishganda yana o'sha eski tizimga tushib qolish holatlari ham yo'q emas. Buning sababi ba'zi bir joylarda bizning boshqaruv tizimimizdagi kamchiliklarimiz. Ya'ni mana shu rahbarlarimiz, biz o'qitayotgan tinglovchi rahbarlarimizni o'z holicha o'zlaridagi liderlik qobiliyatlarini, ijodkorligini, o'zining mustaqil fikrlarini, g'oyalarini ilgari surishlariga to'sqinlik qilishlarida. Va shuning oqibatida bizdan olayotgan bilimlar bilan ketishadi-yu, ayrimlari afsuski yana o'sha eski tizimlariga tushib qolishga majbur bo'ladilar. Lekin biz har doim ularga ta'kidlaymizki,
bizni aytayotgan fikrlarimiz faqat nazariya emas. O'zi aslida nazariya nima? Nazariya amaliyotdan olinadi. Amaliy tajribalar orqali nazariya yaratiladi. Lekin ba'zi birlar nimagadir bu narsani kitobiy gaplar, shunchaki ertak deb tushunishadi. Bu noto'g'ri fikr. Aslida mana shu nazariyalar amaliyotdagi fikrlarimizni tizimga solib beruvchi madaniyatlashgan jumlalar va buni haqiqiy, salohiyatli, ilmli, bilimi bor inson va tafakkuri, tasavvur olami keng, boy bo'lgan inson tushunadi. Va bizga ba'zi bir tinglovchilarimiz shunday savol berishadi. Ustoz, bu aytayotgan fikrlaringiz qanaqadir ertakdek tuyulib qoladi. Biz buni amaliyotga istasak ham qo'llay olmaymiz. Va men shunday javob etaman. Agar siz chin dildan istasangiz, o'sha nazariyani amaliyot bilan ikkalasini shunday bog'lay olasiz, bu sizdagi o'sha bilim salohiyatingizni qay darajada ekanligiga bog'liq. Va siz qay darajada kuchli psixolog ekanligingizga bog'liq. Ba'zan shunday holatlarda siz o'zingizdagi psixologik qo'shtirnoq ichidagi ayyorliklarni qo'shgan holatda Nima masalan u? Aytaylik, siz to'g'ridan to'g'ri qaysidir fikringizni ayta olmaysiz. Mana shu to'g'ri, mana bu noto'g'ri deb ayta olmasligingiz mumkin. Lekin uni paytini poylab, fursat kelganda, ya'ni chiroyli so'zlar bilan ifoda etib, aynan o'sha uqtirmoqchi bo'lgan insoningizni psixologiyasidan kelib chiqib, uning qiziqishlaridan, xarakter xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda o'z o'rnida vaqtini topib, boshqa bir uni qiziqishlariga bog'lagan holatda tushuntirsangiz, balki unga tezroq yetib boradi. Ya'ni siz mana shu psixologik qo'shtirnoq ichidagi ayyorliklaringizni ko'proq ishga soling. Va o'zingizdagi notiqlik san'atingiz, kerakli so'zni kerakli joyda, o'rinli, chiroyli ayta olishingizga juda ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Va mana shu narsani ularga uqtirishga harakat qilaman. Ta'lim menejmentidan dars berasiz. Albatta. Agar sizga shunday imkoniyat berilsa-da, Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlansangizda, manaki sizga sharoit, xohlasangiz ichidan buzib qaytadan quring deyishsa, nimani birinchi o'zgartirgan bo'lardingiz? Bunga yuragingiz dov berarmidi yoki indamaygina dotsentlik kursingizda o'tirganingiz ma'qulmidi? O'ylantiradigan savol albatta. Va bu tasavvur qiling degan ma'nodagi savol. Mabodo shunaqa holat bo'lib qolsa, ya'ni menga shunaqa imkoniyat, ishonch berilsa, men qo'rqmasdan o'zimning o'sha liderlik shijoatim, kuch-g'ayratim va imkon qadar bilimlarim, salohiyatimni ishga solib, mana shu ta'lim tizimidagi bugungi kungacha uchrab kelayotgan kamchiliklar ustida qo'rqmasdan ishlagan bo'lar edim. Buni men qo'rqmasdan javob bera olaman. Chunki bu katta siz aytayotgandek lavozim bo'lmasa-da, o'zimning mana shuncha yillik faoliyatim davomida kichik lavozimlarimda ham boshimdan juda ko'p holatlar o'tgan, aynan shunaqa holatlar. Shunday joylari kelganki, men mana shu lavozim, menga berilgan vakolatdan foydalanib, bemalol shu vakolatning imkoniyatidan kelib chiqib, mayli, men bugun bir kun o'tiramanmi mana shu kresloda, yoki bir yil o'tiramanmi, yoki nechidir oy o'tiramanmi, qat'iy nazar, lekin men mana shundan imkoniyatimdan foydalanib, kimgadir yordamim tegishi kerak. Ta'limdagi og'riqli nuqtalarni imkon qadar kuchim yetgancha o'zgartirishim kerak. Men hali ham o'sha fikrimdan qaytmayman. Shunaqa ba'zan o'jarlik odatlarim bor. Aslida bunday psixologik manbalarni o'qib chiqsam, liderlik o'zi o'jarlikni, o'z so'zidan qaytmaslikni va mana shu shijoatni har doim birdek ushlab qolishni talab etar ekan. Bu menda faqat bormi
yoki judalar men qaysarmanmi, balkim shu odatim bilan kimlargadir men ma'qul kelmayotgandirman deb o'zimni qiynab kelardim shu paytgacha. Lekin inson o'qigani sari, izlangani sari yana ham tafakkur olamingiz, tasavvur olamingiz boyib ketar ekanda va shuni tushunib yetdimki, demak bu liderlarga xos xususiyat. Kamtarlik bo'lmasin-u, men o'zimni juda zo'r lider deb hisoblamayman-u, lekin baribir menda mana shunday xususiyatlar, odatlarim bor. Lekin bir gap borda, yosh edim, dunyoni o'zgartirmoqchi edim. Ulg'aydim, o'zimni o'zgartirishim kerakligini tushundim deydi. Juda to'g'ri. Bu aynan Jaloliddin Rumiy hazratlarini so'zlari. Haqiqatdan ham u kishi aytganlar, men aqlli edim, dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim, bugun donoman, o'zimni o'zgartiryapman. Inson doim boshqalarni o'zgartirishga sarflaydigan vaqtini, umrini o'zini isloh qilishdan boshlashga sarflasa, aslida inson oldiga qo'ygan maqsadlariga, ko'zlagan ishlarini tezroq amalga oshirishga erishadi. Siz bu borada nima qilyapsiz? Nima ishlar? Menda ham xatoliklar bo'lgan yoshlik paytimda. Juda ham qiziqqon bo'lganman. Ba'zan jizzakilik holatlarim bo'lgan. Ba'zan agressivlik qilgan holatlarim ham bo'lgan. Bu yaxshi ma'noda, deylik, menga nisbatan adolatsizlikka, noto'g'ri gaplarga, nohaqliklarga shunaqa javob qaytarganman. Lekin bugun o'ylab qarasam, mana shu odatlarimdan ba'zan uyalib ketaman. Va inson shunday fikrga keldimki, qarorga, inson men hali yoshman. Ulg'aygan sari meni tafakkurim o'zgaradi. Yosh bilan bog'liq deb o'ylashadi. Lekin bu noto'g'ri. Aql yoshda emas, boshda. Inson o'sha yosh bo'lishiga qaramasdan qancha ko'p izlangani sari, qancha o'qigani sari, qancha ko'p mutolaa qilgani sari, u yosh bo'lsa-da, uni fikrlari yosh kattalardek og'ir bosiq vazminlik bilan, kamtarlik bilan o'zgarib borar ekan. Va men shuni anglay boshladim. To'xta dedim o'zimga o'zim. Kel, sen bunaqa odating bilan hammaning ko'ziga yomon ko'ringaningdan ko'ra, sen ko'proq kitob o'qi, sen ko'proq izlan. Balkim nimalarnidir bilmayotgandirsan. Va o'qiganim sari shuni anglab yetyapmanki, mana hozirgacha ham, haligacha juda ko'p tushunmagan narsalarim ko'pligini anglayapman. Insonning qanchalik uning ilmi, darajasi, salohiyati oshgani sari, yuqoriga ko'tarilgani sari, u shuncha kamtar, shuncha og'ir bosiq, vazminlik libosini kiyishi lozim ekan. Mana shu narsani bugungi kunda anglab yetyapman. Sizni jamiyatda kuchli, muvaffaqiyatli ayol sifatida bilishadi-da. Lekin mana shunday kuchli liderlarning orqasida ko'pincha katta yolg'izlik va ularni tushunmaslik yotadi. Mana shunday muvaffaqiyatli ayol bo'lishingizda, mana shunday liderlik maqomi sizning ayollik baxtingizdan nimalarni tortib oldi? U nimalarni evaziga kirib keldi? Menda faoliyatim davomida shu darajagacha kelishimga haqiqatdan ham juda katta mehnat, mashaqqat, ba'zan to'siqlar, qarama-qarshiliklar, ba'zan esa o'zimga nisbatan adolatsizliklarni ham, hammasini, ba'zan qo'llab-quvvatlashlarni ham tan olishimiz kerak. Ba'zan menga qilingan yaxshiliklar hammasi jamlashgan holatda shu darajagacha kelganman. Va hayot bir tekisda ketmaydi hech qachon. Aslida mana shu tekisliklar va notekisliklar bor ekan, bizning hayotimiz mazmunli. Va siz aytayotganingizdek, kuchli ayolning ortida yolg'izlik, qiyinchilik turadi deganingizda, bilasizmi? Bu aslida yolg'izlik emas. Bu aslida qaysidir mendagi bir vaqtlar bo'lgan, ba'zi bir joylarda o'zim uchun o'zim kurasha olmaydigan kuchni topa olmaganligim,
o'zimda kerakli vaqtda kerakli irodani, shijoatni topa olmaganligim va ana shu o'zimdagi mana shu kamchiliklar orqali qayerdadir men o'zimni faoliyatimga o'zim to'sqinlik qilib qolganligim menga pand bergan. Aslida meni ortimda mana shu narsa turadi. Yolg'izlik emas, o'zimdagi o'sha kuchli kurashuvchanlik hissini va irodani vaqtida topa olmaganligim, mana shu narsa turganligi uchun ham men aslida qiynalganman. Mana shuning oqibatida men o'qib, izlanib, turtilib, yiqilib, yana turishga harakat qilib, bugungi kunda balkim insonlar nazarida men kuchli ayoldirman. Balkim men har bitta so'zim orqali insonlarga yaxshi ma'noda ta'sir eta oladigan pedagog, psixolog sifatida aytilayotgandirman. Va yana bir narsa, inson o'zini aqlini boshqara olishi kerak. Aql hammaga ham beriladi. Faqat aqlida nuqsoni bor insonlargagina berilmaydi-yu, lekin bu dunyoda tirik inson bor ekan, hammaga aql beriladi. Baravar. Mana bu aqlli inson, mana bu aqli past inson deya olmaymiz. Faqat inson o'ziga berilgan mana shu ne'matni qanday boshqarishiga bog'liq. Charli Chaplinning shunday bir gapi borda. Aql meni xavotirga soladi. Hattoki kasal qilib qo'yishi mumkin. Lekin men uni yuragim bilan uyg'unlashtirsam, u o'sha zahoti meni hayotimda eng buyuk ittifoqchiga aylanadi deb aytgan. Mana shu fikrini, mana shu aforizmini men juda ham hurmat qilaman. Haqiqatdan ham bizga berilgan aqlni agar biz mana bu yuragimiz, ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, o'zimizdagi vijdon, sohamiz faoliyatidan kelib chiqadigan o'sha mas'uliyat bilan, chinakam yurak bilan uni o'zimiz oldin aytayotgan gapimizga ishonib, undan keyin amaliyotga qo'llashga harakat qilsak, bizdagi aql insonlarga yaxshilikka xizmat qiladi. Lekin meni aqlim bor ekan, meni ilmiy salohiyatim bor ekan, darajam bor ekan, men mana shu bilan jamiyatda shu jihatlarim, shu ustunlik tomonlarim bilan har tomonlama men ularni oldida har doim boshim baland, tilim ustun deydigan bo'lsak, bizdagi mana shu aql bu yurakdan tashqariga chiqib ketadi. Bo'ldi, u bizdan chiqyapti. U bizni hissiyotimizga xizmat qilyapti endi. Bilasizmi? Va o'z-o'zidan qaysidir insonlarning yuragini jarohatlashi, qaysidir insonlarning hayotida juda katta og'riqli holatlarni olib kelishi, kimnidir hayotini chilparchin qilib tashlashga ham xizmat qilishi mumkin. Biz aslida mana shundan qochishimiz kerak. Psixolog sifatida aytingchi, shunday vaziyatlar bo'lganmi? Ya'niki siz darsda liderlik fazilatlari haqida motivatsiya berib turib, o'zingiz esa ichingizdan hammasidan to'ydim, charchadim degan paytlarda o'zingizni qanday ovutgansiz? Bunaqa holatlar menda bo'lmagan-u, bizda tinglovchilarimizda ayrim tinglovchilarimizning ozgina befarqligi, ishiga, kasbiga nisbatan nima deymiz, mas'uliyatsizligi sababli siz jon kuydirib ma'lumotlarni, bor o'zingizdagi bilimni, amaliyotni berishga intilayotgan bir paytingizda qaysidir tinglovchilarimiz befarq holatda nimalargadir tikilib, nimagadir chalg'ib yoki xayoli boshqa joyda yoki telefonga qarashga harakat qilib turishadi yoki gaplashishga. Men aslida mana shu narsa meni charchatadi. Ayniqsa pedagoglarda, ziyoli insonlarda boshqa bir kishini aytayotgan fikrni hurmat bilan eshitish, oxirigacha tinglash, tinglaganda ham tushunib tinglash
va fikrlarni hurmat qilgan holatda o'zining chiroyli munosabatini kerakli vaqtda birovning so'zini bo'lmasdan bildirish, bu aslida pedagogik muloqot madaniyatiga kiradi. Men mana shunday pedagog bo'la turib, pedagogik muloqot madaniyat qirralari ayrimlarda yo'qligini ko'rib ezilib ketaman. Juda ham xafa bo'laman mana shu holatlarda. Nima uchun? Demak, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Har bitta sohada o'zining sohasini eng zo'r yetuk mutaxassislari bor, mutaxassislari. Va shu bilan birgalikda barobar ba'zan o'zining kasbini, o'sha talablarni, mas'uliyatini suiiste'mol qiladiganlar ham uchraydi. Lider hech qachon hech narsadan, hech qaysi holatdan qo'rqmaslik kerak va har qanday holatda, har qanday vaziyatda ham o'zining pozitsiyalarida, prinsiplarida tura oladigan, o'zini hissiyotlarini jamlay oladigan va o'zini yo'qotib qo'ymaydigan holatda tura olishi kerak deb hisoblayman. Jamoangizda yoki tinglovchilaringiz orasida yosh kadrlar sizdan ko'ra bilimliroq, o'sha aytaylik liderlik sifati ko'rina boshlayotgan paytda ichingizda aytaylik o'sha kasbiy rashk deymizmi yoki o'sha o'rnimni berib qo'yamanmi degan bir xavotir bo'lganmi? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, bunday paytda ichki hasadni qanday yenggansiz? O'zimga o'zim qanaqadir hasad ko'zi bilan qaragan holatlarim bo'lgan. Men agar o'zimdan-da bilimli, salohiyatli, bugungi zamonaviy texnologiyalarni, zamonaviy bilimlarni zo'r biladigan, o'zimdan ustun tomonlarini ko'ra olgan xodimlarga uchrasam, men mana shu xodimlardan nimanidir o'rganishga harakat qilaman. Imkoniyatdan, fursatdan foydalanib. Va ularning bilimlari, men bilmagan jihatlarini o'rganib, o'zimda shu narsani aks ettirishga harakat qilaman, xursand bo'laman. Chunki aytishadi-ku, sen agar o'zingdan-da ko'ra bilimli, ustun va katta-katta insonlar davrasida yursang, o'sasan. Ana shu narsaga amal qilaman. Qancha siz yoningizdagi insonlar sizdan ko'ra salohiyati pastroq, fikrlashi pastroq yoki g'oyalar berishda ham juda ham sustlikka yo'l qo'yadigan, ko'proq sizdan nimadir so'raydigan insonlar bilan birga bo'laversangiz, shu narsaga moslashib qolasiz qandaydir va zerikarli bo'ladi. Men uchun shunaqa. Bunday holatdan ko'ra o'zimdan ustunroq insonlar bilan ko'proq suhbatlashgan, ularda mendagi yo'q ba'zi bir jihatlarni o'rganishni xohlagim keladi. Va shu o'rinda o'zimga o'zim haligi qarshi chiqa boshlayman. Nimaga sen vaqtida mana sendan yosh bo'la turib, mana shu tomonlarni zo'r biladi-yu, nimaga sen shu yoshgacha shuni o'rganmagan ekansan? Senda bor edi qo'lingda imkoniyat. Sen o'rganaman desang, bajaraman desang, seni hech kim qo'lingni ushlab turgani yo'q edi-yu. Hamma seni qo'llab-quvvatlab turdi-yu. Oila a'zolaring, turmush o'rtog'ing, oilang tinch edi-yu. Hammasi bor edi-yu. Nimaga mana shu tomonni ham o'rganib qo'ymading? Mana qara, mana bugungi yoshlar, hali yosh bo'la turmasdan mana shu tomonlari bor-u, sen mana shu yoshda hali ham mana shu narsa yo'q degan o'zimga o'zim koyish bo'ladi, bu hasad emas. Ana shunday qilib men mana shu ustunlik tomonlari bor yoshlardan o'zimning ojiz tomonlarimni o'rganib, hali ham kech emas deb kurashib, o'sha ojiz tomonlarim ustida ishlashga harakat qilaman. Endi psixolog sifatida aytingchi, liderlikni o'rganish uchun 10 ta yaxshi kitob o'qigan ma'qulmi yoki hayotda bir yaxshigina tarsaki yeganmi? Juda ham qiziq savol. Inson bu hayotda qoqilmasa, yiqilmasa turishni o'rganmaydi. Tik turishni o'rganmaydi. Shuning uchun ba'zan tarsaki yegan ham ma'qul. Bu ham qaysi ma'noda? Siz qaysidir joylarda noo'rin, noto'g'ri gapirayotganingizda, noto'g'ri yo'l tutayotganingizda kimdir sizni mana shu noto'g'ri yo'lingizni bildirish ma'nosida nimadir desa, qandaydir chora ko'rsa, sizga nimanidir qo'llasa, ana o'shanda anglab yetasiz shuni noto'g'ri ekanligini. Bo'lmasa men to'g'ri ekanman deb inson kibrga, manmanlikka berilib ketish ham hech gap emas. Shuning uchun ba'zan uni mana shu tarsakilar, qo'sh tirnoqchidagi hayotdagi tarsakilar, zarbalar, to'qnashuvlar va yiqilishlar eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadi.
va bundan albatta to'g'ri xulosa chiqargan insonlarnigina u yuqori cho'qqiga olib chiqa oladi. Dars o'tayotganingizda siz uchun nima muhim? Tinglovchilaringiz bloknotga tinmay yozishlarimi yoki sizni o'sha ko'zlarida quvonch bilan, yanada ilm olishga bo'lgan zavq bilan qarab turishlarim? Menga ko'proq ikkinchi holat zavqliroq. Chunki men bor vujudim bilan nazariyani amaliyotga bog'lab va mana shu tinglovchilarni o'zlarini kasbiy faoliyatlaridan kelib chiqib, ko'proq tajribalaridan, misollar bilan bog'lab tushuntirayotganimda qaysiki ko'zi yonib turib, menga qarab, o'zlarini qiziqtirgan savollarini qo'rqmasdan, cho'chimasdan bemalol beradigan va ba'zan esa ochiqchasiga demokratik fikr almashadigan, mulohaza yuritadigan tinglovchilarni hurmat qilaman. Va mana shu menga zavq beradi. Agar kimnidir ko'zida men berayotgan ma'lumotlar yaxshi, zo'r natija berayotganligini, uni porlaganidan ko'rib tursam, mana shu menga yana ilhom kuch beradida, men yana ham o'zimdagi bor imkoniyatlarni, bor bilimlarni ularga berishga harakat qila boshlayman. Va bu albatta har bitta o'qituvchi uchun bu baxt. Siz bergan bilimni javobini olish, ularning ko'zlarida hech bo'lmasa shu narsani o'qib olish, bu har bitta pedagog uchun baxt deb o'ylayman. Siz pedagogika va psixologiya dotsentsiz. Hayotda murakkab, qiyin vaziyatlarga duch kelganingizda shaxsan o'zingiz uchun qanday psixologik usul bilan qayta o'zingizni yuklaysiz? Ya'ni nol holatga tushirasiz. Sal yoshroq vaqtlarimda bu holatdan chiqa olmasdan o'zimni o'zim qiynardim. Rosti. Hali ham o'sha holatlarimni eslasam ba'zan o'zimdan o'zim xafa bo'lib yig'lagim ham keladi, ochig'i. Lekin bugun mana ancha ulg'aydik. Hayotni juda ko'p qirralarini ko'rdik. Va shunday xulosaga kelganman va hozir o'zimni faoliyatimda shunaqa bir shior deydimi, pozitsiya deydimi, shu narsani o'zimga mahkam ushlab olganmanki, ba'zan qiyinchiliklarga duch kelganimda, qanaqadir stresslarga tushganimda, sezayotgan holatlarga tushganimda o'zimga darhol chalg'ituvchi, o'zimni eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotim bilan shug'ullanib olaman. Hammasini yig'ishtirib qo'yaman. Bir muddat insondan hech qanaqa vaqt talab qilinmaydi. Buning uchun 1 soatlab, 2 soatlab vaqt shart emas. O'zim uchun eng yaxshi ko'rgan bitta mashg'ulotni shunday 5 daqiqa bo'lsa-da bajarib olaman va o'zimga shunday kela boshlayman. O'zimga kelganimdan keyin bilasizmi, aqlli fikrlar ham kela boshlaydi. Shuning uchun ham aytishar ekanda, jahl chiqqanda aql ketadi. Biz qancha jahlimizni jilovlay olsak, shuncha aqlli fikrlar, g'oyalar ko'p keladi. Hissiyotlarga berilmaymiz-da. Va o'zimni bosib olganimdan keyin o'ylayman, men qayerda xato qildim? Nima uchun menga nisbatan shunaqa holat bo'ldi? Endi men buni bartaraf qilish uchun, oldini olish uchun nima qilishim kerak? Va doim o'zimni o'sha miyamga sen aqllisan, sen kuchlisan, sen shijoatlisan, sen har doim bundan og'riqli nuqtalardan bemalol pisand qilmasdan o'tib kelgansan-ku, senga nima bo'ldi? Tur o'rningdan. Sen albatta buni bajarasan. Sen albatta o'zingni haq ekanligingni chiroyli isbotlab bera olasan. Sen albatta mana bu qilgan xatoyingdan to'g'ri xulosa chiqarib, ikkinchi marta keyingi faoliyatingda buni takrorlamaslik uchun o'zingda kuch topasan. Bundan o'zingga faqat dars ol. Har bir ish xayrli hikmati bor. Shuning uchun ham sen hozir yiqilib qolishingga yoki kimlargadir ojiz tomonlaringni ko'rsatishingga
haqqing yo'q. Sen axir hammaga kuch-quvvat beradigan, motivatsiya beradigan psixologsan, pedagogsan. Sendan insonlar nimadir o'rganadi. Senga qarab turishadi. Sen o'zingni bunaqa tutishga haqqing yo'q deyman o'zimga o'zim. Demak, men mana shuni qila olaman, qilaman desangiz qilasiz, bo'lmasa yo'q. Agar men hozir sizga psixolog sifatida Inobatxon, mana bu narsa to'g'ri, mana bu yo'l noto'g'ri. Siz mana bu yo'ldan yurishingiz kerak deb har qancha jon kuydirib, fidoyilik bilan sizga tushuntirishga harakat qilmay, lekin siz shunday qarab turib, "Ay, psixolog bo'lsa-da, meni hayotimga kirib ko'rmagan bo'lsa, men ichimdagini bilmasa, men bosib o'tgan hayotni bosib o'tmagan bo'lsa, qayerdan ham bilardi? Gapirish oson-da. Ay, mayli. Rahmat deb qo'yay fikri uchun, lekin o'zim bilaman bu yog'iga nima qilishni" desangiz, bu miyangizga mana shu buyruqni o'zingiz berasiz. Hech kim sizga buyruq bermaydi. Viloyatdagi lider psixolog sifatida aytingchi, unda nega bizning o'sha voqeligimizda mana shunday bir noqulay vaziyatga duch keldik? Nega biz aynan mana shunday bizga yoqmaydigan deymizmi, bizga noqulay ahvolga tushiradigan inson bilan duch keldik? Bu albatta biz bilan bog'liq emas. Har bir inson o'zini dunyosini o'zi yaratishi kerak. Biz atrofimizdagi har bir narsaga, har bir insonni xarakteri, xususiyati, u rahbarimiz bo'ladimi, hamkasbimiz bo'ladimi, jamoadagi qat'iy nazar har biriga e'tibor beraversak, o'zimizni yuksaltirishga qachon vaqt sarflaymiz? Bizni aslida siz aytayotgan ana shunday adolatsiz, ba'zan bizga qobiliyatlarimizga to'sqinlik qiladigan, liderlik xususiyatlarimizni chetga suradigan insonlarga nisbatan mana shunday insonlar o'zi ulg'aytiradi-da. Nima demoqchiman? Shunday insonlar bor ekan, biz ijod qilishda o'zimizda yanada kuch, shijoatni shundan topamiz. Agar bizni har doim qo'llab-quvvatlashsa, har doim bizga yaxshi ko'z bilan qarashsa, sen yaxshisan, sen zo'rsan, sen hammasidan a'losisan deyaversa, atrof muhitimiz har doim ijobiy fikrlarga to'la bo'lsa, biz dangasalashib qolamiz. Izlanmay qo'yamiz. Izlamaymiz. Bo'ldi, bizni qanaqadir manmanlik, kibr, xoyu-havas, ortiqcha shunaqa holatlar egallaydi. Aslida esa bizga ba'zan mana shunday rahbarlar ham kerak. Ana o'shalar bizni kuchli qiladi. Ana o'shalar bizni o'zlari bilmagan holatda yana ham shijoatli qiladi. Yana ham o'z ustimizda ishlashga kuch topuvchi irodali insonni kashf etadi bizdan. Biz ularga aksincha rahmat aytishimiz kerak. Shular borki, biz bugun o'sdik, ko'rdik. Mana shunday holatlarda, adolatsiz holatlarda qanday yo'l tutishim kerak? Menga bo'lgan yomon munosabatga qanday chiroyli, madaniyatli javob qaytarishim kerak? Buning uchun men nimani o'qishim kerak? Yana qaysi tomonlama o'zimni yuksaltirib o'stirishim kerak? degan savollarni qo'ya olamiz. Bo'lmasa, shunchaki men zo'r ekanman, mana shu bilimimni o'zi yetar ekan, hamma joyda mana shu narsani takrorlasam, demak yaxshi olqishlarni eshitar ekanman deb yuraveramiz o'smasdan. Shuning uchun bilasizmi, inson go'zallikni o'zi yaratishi kerak, o'zi. Adibimiz bu borada, mana adibimiz Nazar Eshonqulning bir fikrlari menga juda ham yoqadi. Go'zallikni qabul qilish har bir hayrati so'nmagan insonning o'sha qo'lidan keladi. Har bir insonni go'zallik hayratlantira oladi, lekin go'zallikni har kim ham yarata olmaydi degan edilar. Shuning uchun biz o'sha go'zallikni yarata olib, o'shandagi jasoratni o'zimizda topa olib, buning yo'lida uchraydigan har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishda kuch topib, o'shani yaratishimiz kerak. Va shu yaratgan go'zalligimizdan boshqalarni zavqlantira olishimiz kerak, ilhomlantira olishimiz kerak. Hayot o'zi aslida shunisi bilan qiziq va siz ham jamiyatda shu jihatingiz bilan aziz bo'lasiz. Shu jihatingiz bilan obro'yingizga yana obro' qo'shiladi. Jamiyatda
ana shu xislatlaringiz va fazilatlaringiz bilan har doim ulug'siz. Va mana shu yaratuvchilikdan aslida hech qachon qochmasligimiz kerak. Liderning xarakterida qat'iyatlilik va bag'rikenglik muvozanatda bo'lishi kerakda. Qaysi biridir oqsab qolmaslik kerak. Sizning xarakteringizda talabchanlik kuchlimi yoki kechirimlilik? Menda ko'proq kechirimlilik kuchliroq deb bilaman. Pand berib qo'ymaydimi? Ba'zan pand beradi. Ba'zan buni suiiste'mol qilishgan holatlari ham bo'lgan. Bu endi hayot. Lekin bunga taslim bo'lib, yengilib qolmayman. O'zimda yana qayta kuch topib, yana shijoat topib, yana irodali bo'lib tura olishimga o'zimni har doim ko'zim yetadi. Ishonaman bunga. Lekin baribir kechirish kerak bo'lganda yana kechirib qo'yaman. Bunda ham chegara bo'lishi kerakdir. Chegara bo'lishi kerak aslida. Lekin ba'zan o'sha chegarani topishda o'zimda kuch topa olmay qolaman-da. Qarab turaman, insonlarning mungli ko'zlarini ko'rib tursangiz, sizga termilib, umid bilan qarab turgan ko'zlarini ko'rsangiz, qilgan ishidan, aytgan so'zidan pushaymonligini aytmasa-da, uning yuz ko'zidan, harakatlaridan, qilayotgan ishlaridan sezib tursangiz, qanaqadir o'zingizdan o'zingiz mayli shu ham inson, mayli xato qilibdi, mayli indamay keta qo'ya qol, mayli kechirib qo'y degan nido chiqa boshlaydi-da. Shuning uchun men ko'proq shunday insonlarni kechiraman-u, lekin bu degani insonni yuragiga buyruq berib bo'lmaydi. Yurakdan chiqarish juda qiyin-da. Juda og'riqli. Tashqaridan kechirib ketaveraman, yaxshi munosabatda bo'lishda yana davom etib ketaveraman, lekin bu yurakda albatta jarohatni qoldiradi. Yurakda saqlanib qoladi. Bu borada o'zimga kuchim yetmaydi. Hayotingizda uchragan eng katta muvaffaqiyatsizlik yoki xato sizga liderlik sabog'ini bera oldi? Menga bilasizmi, nima saboq bergan? Shunday holatlar bo'lgan. O'zimni haq ekanligimni isbotlash uchun juda o'zimni ojiz his qilganman. Haqligimni bilib turibman-u, mendagi o'sha ko'ngli bo'shlik, juda ham uyatchanlik, juda ham andishalik, o'ta og'ir vazminlik. Aslida shunaqa bo'lganman-da yoshligimda. Kam gapiradigan. Mana shu tomonlarim juda katta pand bergan. Va o'sha joyda o'zim bilan o'zim ezilib, o'zim bilan o'zim olishib, yonib, xafa bo'lib, ichimda siqilib, ba'zan kasal bo'lib shunday holatlarni o'tkazganman. Va keyinchalik tushunib yetdimki, bu narsa insonni faqatgina mag'lubiyatga uchratar ekan. Qaysi ma'noda? Ham sog'lig'imiz borasida, ham ishdagi muvaffaqiyatlarimizni kimlargadir ko'rsata olmaslik, natijalarimizdan zavqlana olmaslik va o'zimizdagi motivatsiyalarni borini yo'qqa chiqarib qo'yish. Endi shuni ichidan qaysi biri sizga eng katta xatoyingiz sizga o'sha liderlik sabog'ini berdi? Bir narsa, eng kattasi bu sog'lig'imga. Sog'liq? Albatta. O'z-o'zidan sog'lig'im yomonlasha boshladi. Men hali yoshman, lekin qaysidir kasalliklar paydo bo'la boshladi. To'xta dedim shunda o'zimga o'zim. Sen nima uchun psixologsan? Agar shuni yengish usulini bilmasang, izlamasang, shuni ustida kurashmasang, sog'lig'ing o'zing uchun kerak-ku. Sen hali yashashing kerak-ku. Hali bolalaring yosh-ku, ertaga katta bo'lganda ularning eng yaxshi baxtli kunlarini shu sog'lig'ing bilan qarshi olmoqchimisan? Sog'lik eng katta boylik-ku inson uchun. Hamma narsani yo'qotib yana tiklashimiz mumkin, lekin sog'liqni yo'qotgandan keyin tiklab bo'lmaydi. Faqat birgina sizda emasda, juda ko'p hollarda, juda ko'pchiligimiz
sog'liqni yo'qotgandagina tushunamizda. Nimaga mana shuni ekologik toza bir yo'lini tanlay ololmaymiz? Ana shunday qarama-qarshiliklarga duch kelganimizda birdaniga jahlga erk beramiz. Boya ham ta'kidladim, jahl aqlni ketkazadi. Jahlga zo'r beramizda, natijada bizda stress alomatlari paydo bo'la boshlaydi va bu stresslarni undan yana jahlimiz chiqadi. Sal narsaga stress qilib, yo'limizdan chiqqan insonga tashlanib qolib, kim bilandir tortishib qolganimizni, boshqa birovdan alamimizni olish holatlari bo'ladi va buni kamiga yetmagandek oilamizga ham olib ketamiz. O'sha stressni o'zimiz bilan birga shu yerda tashlab keta qolmaymizda. Bizning yomon odatlarimiz, "Yur seni uyga ham aylantirib olib kelaman" deymizda. Eshitishni ham bilmaymiz. Albatta. Boramizda uni alamini oila a'zolarimizdan, bolalarimizdan, ba'zan turmush o'rtog'imizdan olib qo'yib katta xato qilamiz. Bu nimaga kerak degan savolni berishimiz kerak. Biz doim o'zimizga aqlli savol berishimiz kerak. Nimadandir jahlimiz chiqdimi, nimadir to'siqqa uchradikmi, to'xta. Xo'p, shunaqa ish bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldi. Buni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Avvalo bu ishni qilmaslik kerak edi. Endi buni ortga qaytarib bo'lmaydi. Buning uchun, kurashish uchun nima qilishim kerak? Buni o'ylaverganimdan, siqilaverganimdan foyda yo'q. Birinchidan sog'lig'imni yo'qotaman, ikkinchidan bu sog'lig'im borib tuzalmas bir dardga aylanishi hech gap emas va bu bilan shu vajohatim bilan atrofimdagilarni o'zimdan bezdirib qo'yaman. Obro'yimni yo'qolishiga sababchi bo'laman va oila a'zolarim bilan ham munosabatlarim buzilgan holatda oilamda ham tinchimni yo'qotishim mumkin. Kel undan ko'ra mana shu narsani hozir unutishga harakat qilay, hozir bartaraf qilay deb o'zimizni har doim stresslarni bosuvchi eng yaxshi hobbilarimiz, sevimli mashg'ulotlarimiz bor. O'sha bilan ozgina bo'lsa-da shug'ullanishimiz kerak. Chiroyli manzaralarga borib sayohat qilish, aylanish, bahavo joyda biroz muddat nafas olish, go'zalliklarni tomosha qilish, hech bo'lmasa bozorga borish, hech narsa xarid qilmasangizda bozorga borish, shu o'zingizga yoqqan eng chiroyli kiyim-kechaklarni ko'rib shundan zavq olish ham insonni chalg'itadi. Ya'ni avvalgi holatingizdan ancha pasaygan, ya'ni og'ir vazminlik holatiga, xotirjamlik holatiga olib keladi bu narsa. Shuning uchun inson o'zini birinchi o'rinda sog'lig'ini qo'yish kerak. To'xta, mana shu qilayotgan ishim, mana shu gapirayotgan gapim, o'zimni o'zim qiynashim sog'lig'imga xalaqit beradi. Buni men keyin topa olmayman. Hech qaysi joydan, hech qaysi bir vaqtdan buni topa olmayman, tiklay olmayman. Shuning uchun uni yo'qotib, ya'ni sog'liqni yo'qotib, u bilan kurashib, butun umr topganimizni ham, vaqtimizni ham unga sarflagandan ko'ra, biz yaxshisi sog'likni oldini olgan vaqtimizni sarflaganimiz ma'qulroq. Mana shunisi osonroq. Ishda siz lider, muvaffaqiyatli ayolsiz. Uydachi? Uyda muloyim uy bekasimisiz yoki uyda ham liderlikni qo'lga olganmisiz? Oilada ayol kishi o'zining ayolligini, ayollik iffatini, nazokatini va har doim u o'zining podshosi oldida vazir ekanligini unutmasligi lozim. Va men ham mana shu narsaga amal qilishga doim harakat qilaman. O'zi aslida kasbiy faoliyatni shaxsiy faoliyatga aralashtirish, ikkalasini o'rnini almashtirish bu insonni hayotida juda ko'p qarama-qarshiliklarni, nizolarni keltirib chiqaradi. Muvozanatni bilish kerak. Muvozanatni bilishimiz kerak. Men o'zimni ishlaydigan tashkilotimdan shunday chiqdim. Bo'ldi. Hamma narsani o'sha joyga tashlab kelaman. Harakat qilaman. Imkon qadar o'zimda kuch topaman. Va oilaga borgandan keyin oilada eng yaxshi oila bekasi, eng yaxshi ona, eng yaxshi jiyanlarim, qarindoshlarim uchun ularning ammasi, ularning opasi, xolasi bo'lishga, o'sha rollarimni qidirib topishga harakat qilaman.
Chunki inson rollarni adashtirib qo'ymasligi kerakda. Jamiyatni har bitta nuqtasida bizni bajaradigan rollarimiz bor. Misol uchun aytaylik, ba'zan shaxsiy xarakter xususiyatlarimda kimgadir yoqmaydigan odatlarim, ba'zan injiqliklarim bo'lishi mumkin. Lekin men auditoriyaga darsga kirayotganda o'zimni tinglovchilarimga o'sha injiqlik tomonlarimni ko'rsatishni boshlashim bilan, mabodo deylik, ular meni 5 daqiqa ham auditoriyada ushlab turishmaydi. Chiqarib yuborishadi. Siz nima deyapsiz? Biz sizga yosh bola emasmiz, yoki bog'cha tarbiyalanuvchisi yoki maktab o'quvchisi emasmiz. Biz katta o'qigan, ziyoli, oliy ma'lumotli insonlarmiz deyishlari mumkin. Shuning uchun men o'sha auditoriyaga kirayotganimda, to'xta, men kimlarga kiryapman? Ularni kasblar bilan bog'liq ravishda mana shu ma'lumotni qaysi tomondan yondashgan holatda aytishim kerak. Qanday misollar keltirsam ularga ko'proq ma'qul keladi deb o'sha haqiqiy o'qituvchi rolida kiraman. Oilaga borganda esa bo'ldi. Men haqiqiy oila bekasi ayolga aylandim. Endi men o'zimni yumshoqlik bilan, mehribonlik bilan, yaxshi so'z bilan, farzandlarim bilan savol-javob qilish, ularni qiziqishlari bilan tanishish, suhbat qilish va oiladagi uy yumushlarini chiroyli o'z joy-joyiga tartib bilan joyiga qo'yib bajarishni o'zimni hayotimni tarziga aylantira boshladim. Suhbatimiz yakunida beradigan savolim shuki, siz o'zingizni mukammal darajadagi lider deb bilasizmi yoki hali ham o'rganayotgan talabamisiz? Umuman bugungi kunda o'zingizga qanday baho berasiz? Men hali o'rganishim kerak bo'lgan bilimlar, ma'lumotlar juda ham ko'p. Kasbiy faoliyatimda ham, shaxsiy faoliyatimda ham ko'rgan kechirganlarim, boshimdan o'tkazganlarim, hammasi bosib o'tayotgan yo'llarimdan kelib chiqib fikrlaganimda hali mana bu tomonni bilmas ekanman. Hali mana bu tomoniga mana shunaqa yondash kerakligini endi bilyapman degan joylarim ham juda ko'p bo'ladi va bugungi kungacha davom etib kelyapti. Men bo'ldi, hamma narsani bilib bo'ldim, tanishib bo'ldim degan kuni bu bizni agar og'irroq bo'lsa-da hayotimiz ham bo'ldi, tugadi, shu yerda nihoyasiga yetdi degani. Shuning uchun biz har doim izlanishda bo'lishimiz kerak va har doim o'zimizni o'rganayotgan ma'lumotlarimizni boshqalarga ham singdirayotganda, ya'ni boshqalarni ham shunga ishontirayotganda o'zimiz avvalambor ishonishimiz kerak. Chunki o'zimiz aytgan ma'lumotga o'zimiz ishonmasak, boshqalarga ishonarli chiqmaydi-da. Bu borada Indira Gandi bilan bog'liq bitta voqeani eslab o'tishni joiz deb bildim. Indira Gandini oldiga bir ayol o'zining 5 yoshli bolasini olib keladi-da, Gandiji, meni bolam juda ham ko'p shirinlik iste'mol qiladi. Men shundan hech ham uni asray olmayapman, aytganimni qildira olmayapman. Siz ayting, siz shunday bir yurtning otasisiz, shunaqa buyuk aql, salohiyat egasisiz. U sizni yaxshi ko'radi. Sizni aytganingizni albatta qiladi. Unga aytib qo'ying, shirinlik yemasin. Deganlarida shunday qaraydilar-da, 3 oydan keyin meni huzurimga keling deydilar. 3 oydan keyin keling, men bolangizni shirinlik yemasligiga o'rgataman. Shunda vaqt o'tadi, 3 oydan so'ng ayol o'sha 5 yoshli bolasini Gandijining uylariga olib boradi. Va tashrif buyurib, Gandiji, siz menga va'da bergan edingiz, 3 oydan keyin bolangizni shirinlik yemasligiga olib kelaman deb va'da bergan edingiz. Mana vaqt o'tdi deganlarida shunday bolachani oldilariga olib, o'g'lim, sen katta yigit bo'lyapsan. Shirinlik insonni aqlini kamaytiradi. Insonni har xil kasalliklarni chalinishiga olib keladi. Sen zo'r buyuk ishlar qilmoqchimisan kelajakda? Yaxshi inson bo'lmoqchimisan? Sen yaxshi fikrlashni istaysanmi deganda, ha debdi bola. Unda sen shirinlik iste'mol qilmasliging kerak. Ana shu yaxshi niyatlaringga shirinliklar to'sqinlik qiladi deganda
bo'ldi Gandiji janoblari, men endi shirinlik yemayman, so'z berasanmi desa, ha so'z beraman debdi bolakay. Ayol hayron qolibdi. Gandiji, shu oddiy gapni aytish uchun nimaga siz 3 oy menga muhlat berdingiz? 3 oydan keling dedingiz. O'sha paytda aytsangiz bo'lardi-ku deganda, bilasizmi nima deb javob bergan? 3 oy ichida men ham o'zimni shirinlik yemasdan undan asradim. 3 oy shirinlik yemadim, asradim. Men bolangizga nimanidir ishontirib aytishim uchun oldin o'zim ishonishim kerak-da. So'zim ishonchli chiqishi kerak-ku. Amalim ham to'g'ri bo'lishi kerak. Albatta. Men o'zim man etgan narsani o'zim iste'mol qilib tursam, qanday qilib bolangizni ishontirardim unda degan ekanlar. Qarang, qanday bir purma'no, Falsafaga judayam ega. falsafiy, chuqur ma'noga ega bo'lgan so'zlarda ochig'i mana shu hikoyachani o'qib o'zim ham ta'sirlandim. Demak, biz jamiyatda ham qaysi sohada faoliyat ko'rsatmaylik, o'zimizni mana shu liderlik qobiliyatlarimiz, qirralarimiz bilan boshqalarga o'rnak bo'la olyapmizmi? O'sha o'rnak bo'la olayotganligimizga o'zimiz ham loyiq bo'lishimiz kerak ekan. O'zimiz ham amaliyotda haqiqatdan ham o'zimiz man etgan narsalarni o'zimizga man etishimiz, ruxsat bergan narsalarimizni o'zimiz ham o'zimizga ruxsat berishimiz va har bir qilayotgan ishlarimizni to'g'ri ekanligiga ishontirish uchun o'zimiz ham mana shu to'g'ri yo'ldan borayotganligimizni bemalol misol qilib ularga ayta oladigan darajada bo'lishimiz kerak ekan. Ana o'shanda sizga insonlar ergashadi. Shundagina jamiyatda o'zingizni munosib obro'yingizga, darajangizga ega bo'lasiz va insonlar doimiy, ya'ni umrboqiy sizni hurmat qila boshlashadi. Ha, demak, uning so'zlari o'zining siyratiga juda ham mos deb qabul qilishadi. Dilafruz opa, siz bilan suhbatimiz ajoyib tarzda o'tyapti. Suhbatlaringizga to'ymadim ochig'i, lekin bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Siz lidermisiz ko'rsatuvini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.